Navruz kechagi g'amni unutib, ertangi kunni quvonch bilan kutib olishdir. Bahor nafasi bilan kelgan Navruz qalblarga iliqlik olib kiradi. Navruz yangi umidlar va yangi boshlanishlar bayrami. Navruz mehr, totuvlik va barokatning ramzidir. Bahor bilan kelgan Navruz hayotga yangi rang bag'ishlaydi. Navruz tinchlik va do'stlikka chorlovchi eng go'zal bayram. Navruz tabiat bilan birga inson ruhini ham uyg'onishidir. Har bir nihol Navruzning sokin tilaklaridir. Yangi kun, yangi orzu, yangi baxt bu Navruzdir. Navruz bu tabiatning uyg'onishi, qalblarning yangilanishidir.